Hammaga salom. Men meditatsiya qirolichasi Nafisa Narkulova, psixolog, parapsixolog, ruhiy ustoz, 35 ta meditatsiyani avtori va 3000 dan ortiq o'quvchilarni natijaga olib chiqqan transformatsion ustoz. Aynan bugun men sizlarga o'zimni Britaniyadagi villamni bog'ida sizlarga aynan mana shu bugungi podkastni olishga qaror qildim. Telegram kanalda 400 ta olovcha yig'salaringiz, 400 ta reaksiya yig'salaringiz, men sizlarga aynan sizni pullaringizni bloklaydigan, aynan sizni pul oqimizni полностью yopib bloklaydigan 5 ta asosiy avlodlar dasturi, ya'ni avlodingizdan keladigan 5 ta asosiy dasturni men sizga полностью ochib beraman deb va'da qilgandim. Va 400 ta olovcha yig'dilaringiz va men dars keta olishni boshladim. Bugun Britaniyada quyoshli kun bo'lmadi, lekin soat 5 dan keyin уже quyosh botyapti va quyosh o'zini ko'rsatdi. Britaniyada o'zi doim quyoshli ob-havo bo'lmaydi. Har doim bulutli ob-havo va bu narsaga Britaniya aholisi o'rganib ketgan va meni o'zim почти 4 yildan beri bu yerda yashab turib bu narsaga o'rganib qolganman. Va yaqinda aynan bugun, kстати, meni настроением juda ham zo'r, chunki men bugun Antaliyaga oilaviy sayohat qilish uchun полностью turlarni, to'lovlarni qildim va endi qizimni tug'ilgan kunini, o'tgan yili qizim tug'ilgan kunini Dubayda nishonlagandik. Eng zo'r 5 yulduzli mehmonxonada. Endi bu yilgi tug'ilgan kunini biz Antaliyada nishonlashga qaror qildik va juda ham xursandman. Ichimda emotsiyalarim juda ham to'lib toshib ketyapti, chunki aynan Antaliyaga borish bizani o'zimizning orzuyimiz bo'lgan. Va men birinchi o'ylab turdimda, agar Tailandga borsammikan yoki Baligami yoki Antaliyaga. Va albatta biz Antaliyani tanladik. Juda ham bu narsadan xursandman, juda ham bu narsadan minnatdorman va sizlarga mana shunaqa ko'tarinki kayfiyat bilan mana bu darsligimni olishni boshlayman. Aynan siz videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga va'da beraman, haqiqatdan ham o'tkazgan vaqtingizda bekor ketkazmasligingizga va juda ham kuchli insightlarda, juda ham kuchli ilmlarni olishingizga men sizga va'da beraman. Так что ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'tib oling va biz sizlar bilan birgalikda boshlaymiz. O'zi aslida dasturlar bizning yoshligimizdan miyamizga qo'yib boriladi va aynan buni 50% amalga oshiriladi. Ya'ni siz o'zi tug'ilishingizdan oldin siz o'zingizga aynan siz qanaqa tajribalardan o'tmoqchisiz, aynan siz qanaqa hayotni tanlamoqchisiz, aynan qanaqa yo'llardan o'tmoqchisiz, aynan qanaqa sinovlardan o'tmoqchisiz, aynan shunga qarab turib, aynan sizning missiyangiz nima, aynan shunga qarab turib siz o'zingizga ota va onani tanlaysiz. Va undan keyin bu dunyoga kelamiz. Siz, men hammamiz. Undan keyin siz kelganingizda, siz, men hamma kelganingizda bizda ruh, ya'ni qalb va tana bo'ladi. Bizning dasturlarimiz bo'lmaydi. Dastur bu xuddiki siz yangi telefon sotib olasiz, iPhone telefon sotib olasiz va unda hech qanaqa dastur bo'lmaydi. Va unga shunchaki немножечко dastur qo'yiladi, который управлять qilish uchun. No, aynan sizda rasmlaringiz, fayllaringiz, videolaringiz, o'zingiz skачать qilayotgan приложенияларingiz o'rnatilmagan bo'ladi. Asosiy dasturlar o'rnatilgan bo'ladi. Xuddi shunday qilib sizda dasturlaringiz, asosiy dasturlaringiz o'rnatilgan bo'ladi. Insoniyat, aynan insoniy dasturlaringiz, aynan qolganlari bo'ladigan bo'lsa, yillar davomida, ulg'ayishingiz davomida sizga o'sha rivojlanib boraveradi. Asosiylari bu sizni avlodlaringizdagi aynan o'sha gen degan narsa bor, DNK degan narsa bor. Aynan o'sha dastur sizga o'sha tug'ilishingizdan oldin yozilgan bo'ladi va o'sha o'rnatilgan bo'ladi tug'ilganingizda. Lekin hali aqlingizni tanimagan bo'lasiz. Ana undan keyin yillar davomida aqlingiz kirib borgan sari, ya'ni siz chaqaloqcha bo'lasiz, sizda aqlingiz bo'lmaydi va sizga u uchun ota-ona mas'ul bo'ladi-da, to'g'rimi? Va yillar davomida sizga ota-ona ham o'zini dasturini kirgizib, mustahkamlab boradi. Sizda geningizdagi, sizning DNKingizdagi dasturini mustahkamlab boradi. Lekin har doim ham emas. Biz doim ota-onamizni ayblaymiz, lekin aslida aybdor bu dunyoda hech kim. Chunki bu hayotni, bu dasturlarni biz o'zimizga tanlagan bo'lamiz va shu dasturlarni qabul qilib turib, biz o'zimizni zo'r versiyamizni, millioner versiyamizni, o'zimizni missiyamizni topishimiz uchun, o'zimizni qalb insonimizni, qalb kasbimizni topishimiz uchun, o'zimizni hayotdagi aynan biz xohlagan levelga, biz xohlagan darajaga chiqish uchun biz shu dasturlarni
tanlagan bo'lamiz. Ana shu uchun siz o'ylamang, что faqatgina men shunaqa bo'lib qolim, что menda faqat dastur, hamma insonda shu dasturlar bor. Faqatgina farqi u dasturni siz o'zgartirmoqchimisiz yoki shu dasturda qolmoqchimisiz? Ya'ni shu dasturda shunchaki keyingi avlodga o'tkazib bermoqchimisiz? Aynan mana shunda gap. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, biz sizni birgalikda boshlaydik. Aynan faktiski dasturlar ularni o'zgartirib bo'ladimi? Albatta o'zgartirib bo'ladi. Va hozir sizga pul bloklarini yopadigan 5 ta asosiy dasturni aytaman. Undan keyin siz o'zingiz xulosa qilasiz. O'zgartirmoqchimisiz dasturingizni yoki yo'q. Dasturlarni ochishdan oldin aynan men sizga aytaman. Nima uchun men bugun eng aktual mavzulardan biri aynan shu mavzuni tanladim. Ya'ni pul bloklarini yopadigan 5 ta asosiy avlod dasturi. Chunki aynan siz shu vaqtgacha men bilaman, men qilgan xatolarni siz ham qilgansiz. Ko'p ishlab ko'rgansiz, ko'p mehnat qilib ko'rgansiz, kurslar sotib olgansiz, bilmadim, qanaqadir podkastlar ko'rgansiz. Qanday qilsam men boyib ketaman degan har doim siz o'ziz harakat qilib nimalarnidir o'zgartirmoqchi bo'lgansiz. Lekin bu narsa ish bermagan. To'g'rimi? Chunki men o'zimda ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Meni xayolimda ko'p mehnat qilsam ko'p pul topaman. Millioner bo'lishim uchun nerealniy mehnat qilishim kerak degan dasturim bo'lgan. Va bu albatta meni avlodlarimdan avloddan avlodga o'tib keladigan dasturim bo'lgan. Ya'ni bu meni DNKmda, bu meni genimda joylashgan dastur. Men uni yillar davomida emas, men uni aynan tug'ilishimdan oldin o'sha menda joylashgan dasturlar bo'lgan. Va aynan mana shu dastur faktiski sizda ham bor aslida. Juda ko'p mehnat qilib ko'rgansiz, lekin o'xshamagan. Nima uchun unaqa bo'lgan? Chunki siz aynan kurslarda o'qiganingizda, ko'p mehnat qilganingizda, prosta podkastlar ko'rganingizda, aynan siz o'zingizda pul bloklaringizni aniqlab uni qayta dasturlamagansiz. Aynan mana shu uchun ham sizda natija bo'lmagan. Aynan mana shu uchun ham siz kambag'al versiyangizda qolib ketgansiz. Aynan mana shu uchun ham siz hayotingizni o'zgartira olmagansiz. Aynan meni o'zim ham sizdek 28 yil umrimni prosta tak shunday sarflab o'rganman. Prosta tak. Ana 28 yoshimda men anglab yetganman. Оказывается, bu yerda dasturni o'zgartirish kerak ekan. Meni har bir darslarim, har bir mavzuyim har doim qayta dasturlashga borib taqaladi. Nima uchun? Chunki siz boy bo'lmoqchimisiz? Aniqlaysiz, qayta dasturlaysiz. Siz baxtli bo'lmoqchimisiz? Aniqlaysiz, qayta dasturlaysiz. Siz boshqa davlatga o'tmoqchimisiz? Nereal namsiz uchun aniqlaysiz, qayta dasturlaysiz. Hayotingizni o'zgartirishingiz uchun siz o'sha dasturingizda millionlab dasturlar bor. Har xil masalada dastur bor. Ularni aniqlaysiz, qayta dasturlaysiz, o'shandagina sizning hayotingiz haqiqatdan ham o'zgaradi. Yana bitta eng muhim gap, dastur nimaga o'xshaydi? Xuddiki siz yugurmoqchisiz, sizda energiya, sizni yoningizdagi, chap tarafingizdagi, o'ng tarafingizdagi insonlardagi bor energiya sizda ham bor, lekin siz yugura olmayapsiz, ular yugura olyapti. Sababi nimada? Chunki ularda aynan ularni orqaga tortadigan, aynan orqasida nechidir tonna bo'lib ketgan dasturi yo'q. Ana o'sha uchun ham ular sizdan tezroq chopa oladi, sizdan tezroq bora oladi. Sizda bo'lsa orqangizda juda ham kuchli, og'ir va juda ham sizni orqaga tortadigan, bosim bilan orqaga tortadigan dasturlaringiz bor. Sizni boy qilishga xalaqit beradigan juda ham kuchli dasturlaringiz bor. Quyosh prosta men tarafga qarab prosta aytayapti. Quyosh aytayapti. Nafisa Narkulova, davay. O'quvchilarga shunchalar chiroyli qilib tushuntirgunki, bu darslikda ko'rgan har bir inson o'zini boy, millioner versiyasini yarata olsin, deyapti Quyosh. Prosta обожаю. Men Quyoshni juda ham sevaman. Men obunachilarim biladi, men Quyoshni juda ham sevaman va men har doim harakat qilaman dam olishimni prям quyoshli o'lkada borib dam olishga. Kstati, meni bitta orzularimdan biri Britaniyaga kelish bo'lgan. Men bolaligimdan Britaniyaga kelish orzu qilganman. Aynan mana shu Britaniyani men qayta dasturlab 3 oyga butunlay Buyuk Britaniyaga ko'chib kelganman.
oilam bilan birgalikda. Va meni hozir yana bitta orzularimdan biri bor. Malayziyada 4 yil yashaganman va Malayziyaga men va'da berganman. Malayziya, men senga qaytib kelaman va mana shu yerda men qariligimni o'tkazaman deb Malayziyaga va'da berganman. Chunki Malayziyada haqiqatan ham men qalb bolajonim bilan ruhan uyg'onganman, men his qilganman, ruhiy o'sishni his qilganman va aynan mana shu vaqtda meni hayotimda juda katta transformatsiya bo'lgan. Malayziya meni qalbimda juda ham iliq, muhabbat, juda ham xuddi bilmadim, kuchli Allohga bo'lgan kuchli muhabbatni aynan men Allohni his qilishim, Allohni tanishim, yaqindan tanishim meni Malayziyada ro'y bergan. Ya'ni inson sifatida faqatgina tilimda emas, dilimda Allohni tanishim, Allohni his qilishim aynan Malayziyada ro'y bergan. Hozir bo'lsa Britaniyada yashab kelaman va Britaniyada yashash meni bolaligimdan orzuim bo'lgan. Va bu narsaga erishganman. Undan tashqari, aynan qayta dasturlash orqali men hayotimni nerealni o'zgartirganman. Darslik davomida men sizga hammasini tushuntirib beraman. Darslikni yaxshilab o'tirib, yaqin kelib ko'ring. Men mazza qilyapman quyosh bilan dars o'rganimda prosta. I love you sunshine. Allohim bergan ne'matingga shukr. Keling hozir ochiqchasiga gaplashamiz. Siz birinchi o'rinda dasturlarni aniqlashdan oldin siz muammolaringizni birgalikda gaplashamiz. Siz har doim o'zingizga aytasiz. Har doim. Qanaqadir qimmat narsani ko'rasiz, o'giz keladi, orzu qilasiz va siz o'sha yerda momentalni aytasiz. Bu men uchun qimmatlik qiladi. Sizga ko'p pul keladi, pul kelmaydi emas, konkretni keladi, lekin pul turmaydi. Hamma sizni millioner deb o'ylaydi, lekin sizda pul yo'q. Juda ham tanish, to'g'rimi? Aynan siz aytasiz yoki siz aytasiz. Mana hozir sizga polni ochib beraman. Siz aytasiz, "Men ko'p mehnat qilsam, shundagina men boyiyman" deysiz. Juda ham ko'p insonlar, kstati mening apam ham nedavno shu gapni aytganda, men o'ylaganmanki, juda ham ko'p mehnat qilsam, men shundagina boyiyman deb o'ylaganman va parallelni 3 ta ishga joylashganman va oxiri bir oy ichida topgan pulimni 90% faqatgina davolanishimga ketgan. Chunki 3 ta ishda ishlab, o'zimni sog'lig'imni bitta joyga olib borib qo'yganman va hamma pulim davolanishga ketgan deb aytgan. Yana bitta eng kuchli og'riqlardan biri, juda ham ko'p insonlar, umuman farqi yo'q qanaqa kasb egasi, dizayner, salonda ishlaydi, vizajist yoki arxitektor yoki вообще doktor. Umuman u insonlar o'zini narxini aytishga qo'rqadi. Aynan o'zini rozi qiladigan narxni haqiqatdan ham aytishga juda ham qattiq qo'rqadi. Aynan mana bu qo'rquv ham juda ham kuchli dastur, который sizni pul bloklaringizni yopadi, butun umr yopadi va hech qachon u bloklar ochilmaydi. Siz butun umr narxingizni aytishga qo'rqasiz. Butun umr siz xizmatingizni narxini qo'yishga qo'rqib o'tasiz agarda mana bu dasturlaringizda. Biz hozir gaplashamiz, dasturlaringizni umuman pul bilan bog'liq dasturlaringizni o'zgartirmagunizcha. Yana bitta eng muhim dasturlardan biri, men boyib ketsam, hamma meni yomon ko'rib qoladi. Yana bitta zo'r o'zimning hayotimdan kelib chiqqanini aytaman. Men boyib ketsam agar, meni uyimga o'g'rilar tushadi, meni o'ldirib ketishadi va meni farzandlarimni o'ldirishadi va o'shanda men nobud bo'laman degan qo'rquvim bo'lgan. Juda ham kuchli qo'rquvim bo'lgan va aynan mana shu narsa meni tug'ilishimdan oldin, dadam tug'ilishidan oldin, bobom tug'ilishidan oldin, aynan bobomni dadasini davrida o'sha vaqtda Qo'qon xonligi bo'lgan va aynan mana shu vaqtda meni bobomni dadasi juda ham kuchli boy inson bo'lgan va ana shu vaqtda bobomni talon-taroj qilishgan, boyligini musodara qilib вообще talon-taroj qilib tashlashgan va meni bobomdagi aynan mana shu dastur nechidir asrdan keyin menda bor. E'tibor bering va menda bo'lgan va aynan mana shu dasturni men 28 yil davomida o'zim bilan olib yurganman va men u narsani tushunmaganman, real tushunmaganman. Va aynan mana shu hamma dasturlar tepida sanab o'tgan hamma dasturlarim faktichki bizaga ildizdan keladi, ko'rib turganingizdek. Ildiz necha asr o'tsa ham baribir o'sha dastur bizada bo'ladi. Biz uni hech qayerga qochib qutula olmaymiz. Aynan mana shu uchun ham biz dasturimizni o'zgartirsakkina, o'shandagina bizning hayotimiz o'zgaradi.
естественно bilaman. Hammalaringiz buni ustida ishlab ko'rgansizlar. Kimdir psixologlarda o'qigan, kimdir coachlarda o'qigan va aynan buni men hayotimni o'zgartirish uchun men affirmatsiyalar o'qiganman, affirmatsiyalar eshitganman va maqsadlar yozganman-da. Aynan o'zimni maqsadlarimga olib boradigan harakatlar qilganman. Men maksimal harakat qilganman. Kurslarda o'qiganman, coachlarda o'qiganman, podkastlar eshitganman. Men har kuni harakat qilaman deb aytishingiz mumkin. Albatta, bu narsani men ham qilganman. Men 1 yillab psixologlarga borganman va men maqsadlar yozganman. Men o'zimning ustida ishlashga harakat qilganman. Lekin degan joyi bor. Lekin agarda siz kompyuterga dastur solsangiz o'tinimsiz, lekin undagi virusni o'chirmasangiz, hech qachon sizga solgan programmangiz xizmat qilib bera olmaydi. U virus har doim sizni kompyuteringizda yanada yomon ahvolga solaveradi va solgan programmangizda ham viruslar bir yag'lig'ini chiqaradi. Aynan mana shu uchun ham siz qayta dasturlashda o'rganishingiz kerak va dasturlaringizda aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Aynan siz qachonki virusni o'chirsangizdagina, aynan siz qayta dasturlaringizni aniqlab qayta dasturlash qilganingizda, xuddiki kompyuteringizga antivirusni kirgizib, siz virusni o'ldirgan bo'lasiz. Undan keyingina siz programmalar o'rnatsangiz, haqiqatan ham programmalar sizga juda ham zo'r xizmat qiladi. Mavzuni eng muhim qismiga keldik. Dasturlarda o'rganamiz hozir. Birinchi dastur, eng muhim dasturlardan biri bu men yaxshi ayolman. Men yaxshi ayolman. Men juda ham yaxshi ayolman. Bu aynan sizda qanday namoyon bo'ladi? Birinchi o'rinda biza o'sha bolaligimizdan katta bo'lganimizda bizga aytib kelishadi. Sen yaxshi qiz bola bo'l, yaxshi qizchacha bo'lxaymi? Aqlli qiz bo'lxaymi? Gaplarimga quloq solxaymi? Qo'lingdagi narsalarni podelitsa qil. Ulash, qizg'onchiq bo'lma. No, yomon bo'ladi. Yaxshi aqlli qiz bo'lishing kerak. Gap qaytarma. Kattalar gapirganda gap qaytarmaydi. Eshitadi, "Xo'p" deydi. "Xo'p" deydi. degan bizga dastur o'rnatilgan. Va aynan bu dastur bizani yillar davomida juda ham yaxshi va qulay ayolga aylantirib qo'ygan. Juda ham O'zbekiston hududida, polностью O'zbekiston davlatida men ayta olaman 99% ayollar dasturi aynan shunaqa. Ishonavering, menda ham bu dastur bo'lgan. Va qanday qilib bu pullarimizni bloklash mumkin? Aynan shu dastur qanday qilib bizani pullarimizni bloklash mumkin? Albatta, juda ham oson bloklaydi. Siz ishlaysiz, sizda klientlaringiz bo'ladi, sizda mijozlaringiz bo'ladi. Siz ularga chegirma berasiz. Arzon qiling desa, siz arzon qilib berasiz. Siz ularga qulay insonga aylanasiz. Siz umuman yo'q so'zini bilmaysiz. To'g'rimi? Aynan sizdagi "Men yaxshi ayolman" degan dastur sizni pul blogingizda aynan mana shunday yopadi. Va bu blokni siz olib tashlamagunizcha u butun umr siz bilan bo'ladi. To'g'ri, siz baland baho bermoqchi bo'lasiz. Siz baland narx aytmoqchi bo'lasiz. Siz chegirma qilgis kelmaydi. Siz xohlamaysiz, chunki sizda ham farzandlaringiz bor, chunki sizda ham orzu-havaslaringiz bor. Lekin siz chegirma qilib berasiz. Siz so'ramasa ham bepul qilib berasiz iloji boricha. Chunki siz yaxshi insonsiz. Chunki siz juda ham yaxshi ayolsiz. Siz yo'q so'zini bilmaysiz. Va aynan mana shu narsa sizni pullaringizni bloklaydigan eng birinchi va eng asosiy dasturlardan biri hisoblanadi. Ikkinchi dastur dunyo xavfli. Aynan bu dastur bizaga bobolarimizdan va onalarimizdan kelgan. Yana avlodga kelib taqaladi. Qanday qilib deysizmi? Albatta, men sizga bu narsani tushuntirib beraman. Avlodlarimizda, ya'ni bobolarimiz davrida, onalarimiz davrida urush bo'lgan. Juda ham qonli janglar bo'lgan. Juda ham kuchli urushlar bo'lgan. Juda ham ko'p insonlar vafot etgan, o'lgan, просто так shahid bo'lishgan. Va aynan bizani bobolarimizda va onalarimizda shunaqa dastur o'rnatilgan. Jim bo'l, ovozingni ko'tarma, o'zingni ko'rsatma. Sen o'zingni ko'rsatsang, dunyo seni ustun qilib tashlaydi degan dastur bo'lgan. Va aynan o'sha davrda ochlik, depressiya, yo'qchilik qanday juda ham kuchli tarixda qolgan ochlik davri bo'lgan. Buni bilasizmi? Agarda bilsangiz, aynan mana shu dastur bizaga o'rnashgan. Ya'ni bizani SSR davridan kelayotgan, undan oldingi davrdan kelayotgan
o'sha davrlardagi urushlar, qonli janglar natijasida bizlarni dasturimiz viruslangan. Va biz natijada o'zimizni namoyon qilishdan qo'rqamiz. O'zimizni ko'rsatishdan qo'rqamiz. O'zimiz haqimizda butun dunyoga jar solishdan qo'rqamiz. Aynan mana shu narsa bizlarni kambag'al, baxtsiz va omadsiz qiladi. Davr o'zgarib bormoqda. Butun dunyo o'zgaryapti. Hozir kstati davrda, hozirgi dunyoda 5D, ya'ni 5D ga o'tdi. Tushunyapsizmi? Aynan o'sha urush davridagi davrlar 1D. 1-2D. Представить qiling, tasavvur qiling. Va aynan sizni dasturingiz hozir maksimum 3D dasiz. Maksimum 3D dasiz. Siz 5D ga o'tishingiz uchun birinchi o'rinda siz mana bu yerdagini qayta dasturlashingiz kerak. Buni polностью qayta dasturlashingiz kerak. Aynan qayta dasturlashingiz uchun ham sizga birinchi o'rinda muammoni ildizini topishingiz kerak va aynan mana shu yerda siz meditatsiya bajarishingiz kerak. Kstati, aynan mana shu butun dunyo xavfli degan dasturdan men birinchi o'rinda o'zimda mushukcha ayol meditatsiyasi, ayollik energiyasi meditatsiyalarini bajarganman va undan tashqari qo'rquvdan chiqish, ya'ni qo'rquv gipnoz meditatsiyasini bajarganman va hayotimda qanaqadir qo'rquvlarim paydo bo'lsa, hozir ham srazu olaman va qo'rquvga qarshi meditatsiyani srazu bajaraman. Yoki srazu mushukcha ayol meditatsiyasini bajaraman, yoki srazu ayollik energiyasi meditatsiyasini bajaraman, yoki aynan men o'tiraman va dasturlarimni aniqlayman va srazu qayta dasturlayman. Men yaxshi ayolman dasturidan chiqishim uchun albatta men birinchi o'rinda o'zimni hayotimda muammolarimni, dasturlarimni, ildizlarini aniqlab chiqqanman va ularni qayta dasturlaganman. Albatta meditatsiyasiz iloji yo'q. Meditatsiyalardan biri, eng muhim meditatsiyalardan biri avlodlar dasturi meditatsiyasini bajarganman va undan tashqari o'zini qayta dasturlash meditatsiyasini bajarganman va bu dasturimdan chiqqanman. Agarda meni hayotimda har 21 kunda bizani dasturlarimiz o'zgaradi va eski dasturlar может быть qaytishi mumkin va aynan mana shu yerda siz qayta dasturlashni to'g'ri bajarsangiz va qayta dasturlashni joyida bajarib borsangiz, misol uchun yangi viruslar kirish ehtimoli bo'ladi, bo'lmaydi emas va yangi viruslar sizni hayotingizga kirganda siz olasiz, prosta meditatsiyani bajarasiz, olasiz, prosta qayta dasturlaysiz, и всё. Sizni hayotingiz yana juda ham chiroyli davom etishni boshlaydi. Уже menga quyosh o'zini tushishini to'xtatdi va men lampani yoqib oldim. Va biza darslikda davom etamiz. 3-chi eng muhim dasturlardan biri bu aynan meni o'zim. Men o'zim qilaman. Hech kimdan yordam so'ramaysiz, hamma narsani o'zingiz qilasiz. Oiladagi hamma mas'uliyat o'zingiz olgansiz, erkakda ham, ayolda ham mas'uliyatni o'zingiz olgansiz. Siz ishlaysiz, siz pul topasiz, siz oilani boqasiz, siz ro'zg'or tebratasiz, siz uy ishlarini qilasiz, hamma narsani siz o'zingiz qilasiz. В итоге bu yerda nima bo'ladi? Siz juda ham kuchli charchaysiz va sizda выгорание bo'ladi. Siz charchagan vaqtingiz sizda energiya bo'lmaydi. Energiya yo'q ayolda, pul ham yo'q. Chunki ko'p pullar aynan energiyasi yuqori, aynan vibratsiyasi yuqori bo'lgan ayollarga keladi. Aslida bo'lsa energiya yo'q. Energiya yo'qmi? Pul ham yo'q. Hattoki borliq, ya'ni Alloh sizga nimadir beraman deganda ham hamma narsani nazorat qilib, hamma narsani o'zingizning qo'lingizga olib, hamma narsani o'zim deb, hattoki Alloh berayotgan sizga yordamlar, yo'llaringizni ochishiga ham siz Allohimga aytgan bo'lasiz. Yo'q, Allohim, men o'zim qilaman. Kerak emas. Men o'zim kuchliman, men o'zim qilaman. Erim qila olmaydi. U ishlariga boyagi erkakda ishini qila olmaydi. Men o'zim qilaman. Musorni o'zim to'kaman. Ovqatni o'zim qilaman. Uyni borkasini o'zim qilaman. O'zim pul topaman. Kerak bo'lsa erimga sovg'a beraman, boshqa narsa qilaman. Erimga mashina olib beraman. Juda ham shunaqa ayollar ko'p. Men ko'rganimda, o'quvchilarimda hayron qolganman va men ularga запрещать qilganman. Eringga nimadir, qanaqadir mashina san вообще nельзя. То есть men ularga запрещать qilganman. Va albatta bu narsa erlarini ham pul oqimini, ya'ni erlarini pul kosasini kichraytirib tashlaydi va erlarga kelayotgan pul oqimini ham prosta bloklab tashlaydi. Ayollar men o'zim degan xarakteri. Aynan shu uchun siz bu narsani birinchi o'rinda nima qilishingiz kerak? Qayta dasturlashingiz kerak bo'ladi.
aynan mana shu yerda eng zo'r yordam beradigan meditatsiyalardan biri bu odamlar va dasturlardan ozod bo'lish meditatsiyasi va matritsadan chiqish meditatsiyasi. Nimaga aynan bunaqa? Chunki siz matritsada, ya'ni siz dasturga berilib ketgansiz. Matritsa IS dastur. Tushunyapsizmi? Aynan mana shu narsani siz ko'ra olishingiz kerak. Undan keyin bo'lsa, siz albatta ayollik energiyasi meditatsiyasini bajarishingiz kerak bo'ladi. Va undan tashqari yana plus mushukcha ayol meditatsiyasi juda ham kuchli yordam beradi. Men o'zimga har doim yordam beradi. Men o'zim ham kuchli ayol vibratsiyasida 28 yil yashaganman. Men bilaman nima haqida gapirayotganimni, tak что ishonavering. Birinchi o'rinda bu meni hayotimda juda ham kuchli yordam bergan. 4-dastur bu qora kun. Aynan bir kun emas, bir kun va qora kun degan dastur. Qora kun bu siz qanaqadir bir yomon kun bo'ladi, nafsiyaki случай qora kun bo'lishi mumkin. Kimdir kasal bo'lib qolishi mumkin yoki qarzga botib qolishimiz mumkin, pul yo'qib qolishi mumkin. Aynan o'sha qora kunga siz olib qo'yasiz. Doim siz yig'asiz. Siz hamyaksiz. Siz hamyakka o'xshab pulni zich qilasiz va o'sha siz pul yig'ayotgan pulingiz sizni qora kuningizda albatta bir kun emas bir kun olib keladi va o'sha pullaringiz har doim qora kunga degan pullaringiz albatta qora kunga ketadi. Bu dastur sizni har doim pullaringizni bloklaydi. Chunki ko'p pullar bu qora kun uchun so'raydigan insonlar uchun kelmaydi. Ko'p pullar ular aynan kelajak, ko'p pul so'raydigan insonlarda kelajak haqida qayg'urish yoki o'tmish haqida qayg'urish yo'q. Ular hozir va shu onda yashashadi. Yana bitta ikkinchisi aynan shu bir kun emas bir kun men javob beraman. Hozir men ko'p kulyapman. Shunaqa maqol bor. Sen ko'p kulma. Sen ko'p kulma. Ertaga ko'p yig'lashing mumkin. Bugun ko'p kulsang, ertaga ko'p yig'laysan. Bugun ko'p yig'lasang, demak ertaga ko'p kulaykaning. Bu dastur qizlar. Bu dastur, ishonavering. Chunki siz men bugun yaxshi yashayapman. Ertaga yomon yashashim mumkin. Javob berishim mumkin. Oyning 15 yorug', 15 qorong'u. Demak, men bugun yaxshi yashayapmanmi? Demak, qachondir men yomon yashayman. U uchun men tayyorgarlik ko'rishim kerak. Men pensiyaga tayyorgarlik ko'rishim kerak. Kstati, pensiya xuddi shundan chiqqan. Nimaga? Chunki aynan boylarga, ya'ni taxtda turadigan insonlarga bu juda ham qulay. Sizda pensiya uchun ishlaysiz. Siz hozir ishlayapsiz va ertaga qariganingizda pensiya olish uchun ishlayapsiz. Faktichki siz bu yerda juda ham kuchli lavoshkaga tushib qolgansiz. Chunki siz hozir ishlab topadigan pulingiz ertaga siz pensiya olmasangiz ham sizni boqishi mumkin va namnoga zo'rroq, boyroq va millioner, baxtliroq yashashingiz mumkin. Sizda shunaqa imkoniyat bor va undan to'g'ri foydalanishingiz uchun birinchi o'rinda siz bu yerda dasturingizni o'zgartirishingiz kerak. Aynan mana shu dasturlardan chiqish uchun qaysi meditatsiyalar yordam beradi? Har doim avlodlar meditatsiyasi. Aynan sizni avlodlar meditatsiyasini bajarganingizda haqiqatdan ham shu dasturdan chiqishingiz oson bo'ladi. Siz uni qayta dasturlaganingizda, siz bu dasturni aniqlab uni qayta dasturlaganingizda haqiqatan ham bu dastur sizni tark etadi butun umrga. Meni hayotimda tark etgan. Chunki men har doim pul yig'ishni juda ham yaxshi ko'rganman. Pul yig'ganman va oxirida $5000 просто tak sochib tashlaganman hammaga. Chunki menda shunaqa qo'rquv bo'lgan. Bir kun emas, bir kun menga shuncha $5000 bormi? Men buni hammasini o'zimga ishlatsam yoki o'sishimga ishlatsam, demak men qaysidir kun keladi, qora kun bo'ladi yoki yaxshi qiz dasturida, yaxshi qiz bo'lish dasturi. Поделиться qilishim kerak va bir kun emas, bir kun agar men поделиться qilmasam, bermasam, yordam bermasam, demak menga qora kun albatta keladi va men o'sha uchun sinalaman va jazolanaman. Va o'zimni o'sha $5000 o'zimni ustimda ishlab turib, men uni yanada ko'proq qilib turib, yanada ko'proq insonlarga foydali bo'la olishim mumkin edi, lekin men bu narsani o'sha vaqt tanlamaganman. Aynan mana shu dasturlarimni qayta dasturlashim uchun menga pul kosasini kengaytirish, nazoratni qo'yib yuborish meditatsiyalari juda ham zo'r yordam bergan va sizga ham yordam beradi. Men har doim qanaqadir o'zimda shunaqa dastur ko'rsam, men shunday olaman, srazu shu meditatsiyalarni bajaraman va srazu chiqib ketaman. Va qanaqadir dasturlarim juda ham kuchli qilayotgan bo'lsa, olaman, qayta dasturlayman, srazu qayta dasturlayman. Сразу meditatsiya bajaraman. Просто все bo'ldi.
Hammasi ayon, hammasi yengil va hammasi menda tozalanib ketadi. Chunki aynan biza faktiski tana, yana aytaman, tana, qalb va dasturlardan iborat biza. Dastur bu bizning aqlimizda, o'ng ostimizda va aqlimizda joylashgan. Va aynan mana shu dasturlarda biza vaqtida ko'ra olishimiz va vaqtida qayta dasturlab olishimiz bizani yillarimizni tejab beradi. Bizani yillab hayotimizdagi stradать qilishlarimizni, qiynalishlarimizni, yig'lashlarimizni, asablarimizni, yoshligimizni tejab beradi. Umrimizni tejab beradi. Haqiqatdan ham meni hayotimda 28 yoshimgacha shu sekretlarni bilmaganman. Meditatsiyalar yordam berishini umuman bilmaganman va shunchaki nima qilishni bilmaganman. Va oxirgi 5 yil ichida hayotimni nerealni o'zgartirganman. Birinchi o'rinda meditatsiya va qayta dasturlash. O'shanda hammasi prosta chiki-piki bo'ladi. Aynan qora kun va bir kunmas bir kun degan dasturni o'zgartirish uchun birinchi o'rinda albatta yana aytaman, qayta dasturlashingiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu dasturdan chiqishim uchun, aynan mana qora kun yoki bir kunmas bir kun degan dasturdan chiqishim uchun menga pul kosasini kengaytirish va pul meditatsiyasi va undan tashqari afsonaviy pul meditatsiyasi menga juda ham zo'r yordam bergan. Har doim, har kuni men bu meditatsiyani bajaraman. Chunki bu meni genimda, DNKmda bor. Men aytaman, meni bobomdan shunaqa dastur kelgan va men bu narsani har kuni bajaraman. Men bu narsani bilaman, ishonaman, haqiqatan ham olimga kelgan har bir 10 tadan 9 tasida aynan shu dastur bor. Bir kunmas bir kun va qora kun dasturi bor. Agarda sizda shunaqa dastur bo'layotgan bo'lsa, siz qayta dasturlashingiz kerak va albatta bu meditatsiyalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Eng oxirgi, eng asosiy va eng ayyor dasturlardan biri men yetarlicha emasman. Yetarlicha tayyor emasman. Men yetarlicha chiroyli emasman. Men yetarlicha ozg'in emasman. Men yetarlicha aqlli emasman. Men hozir yana bitta kurs o'qiy, keyin men o'zimni biznesini boshlayman. Men hozir yana bitta farzand tug'ay, ana undan keyin men может быть zalda o'tirib ovqatlanaman. Yoki bitta kelin olay, kelin tushirib olay, ana undan keyin sayohatlarga chiqaman. Yoki men hozir ozroqgina yangi uyga o'tay, yangi uyga ko'chib o'tay yoki uyimni remont qilay, ana undan keyin men prosti podizalniklarimni yangilarini to'shayman, yangi ko'rpachalarni ishlataman deb o'zingizga aytasiz, to'g'rimi? Yetarlicha emasman, yetarlicha chiroyli emassiz, yetarlicha aqlli emassiz, yetarlicha boy emassiz, yetarlicha ozg'in emassiz va hokazo. Agarda sizda ham shu dastur bo'layotgan bo'lsa, siz hech qachon pullarga ochila olmaysiz. Chunki siz har doim siz o'zingizni обесценивать qilib kelasiz. Har doim siz o'zingizga bermaysiz. Chunki siz o'zingizni eng oxirgi o'ringa qo'yasiz. Siz o'zingizni yetarlicha emasman degan vaqtingizda prosta o'zingizni eng oxirgi o'ringa qo'ygan bo'lasiz. Va yillar o'tib qaraganingizda umringiz o'tib ketgan bo'ladi. Umringiz shunchaki o'tib ketgan bo'ladi. Juda ham ko'p ayollar umrlarini shunaqa o'tkazib yuborishadi. Men mehmonga posuda qo'yay, yangi posuda. Men hozir o'zimga bunaqasi bo'laveradi. Men yetarlicha men hozir uyimni zo'r qilib olay, mehmonlarga qo'yayotgan posudalarni bir kunmas bir kun men ham o'zimga ishlataman. Bir kun men ham sayohatlarga chiqaman. Bir kun men hozir bitta zo'r aqlli bo'lib olay, men chotki bo'lib olay, men chotki bilib olay, ana undan keyin men o'zimni biznesimni boshlayman. Juda ham zo'r illyuziya. Bu hech qachon sizni boyitmaydi. Bu har doim sizni ushlab turadi. Qanaqadir muhim ishni boshlashingizdan oldin ham har doim sizni ushlab turadi, hech qachon sizni qo'yib yubormaydi. Bu qayerdan keladi? Sizni bolaligingizdan keladi. Sizga doim aytishgan. Siz 5 baho olsangiz, nimaga 5 plyus emas? Siz 5 ta 5 olsangiz, nimaga 10 ta 5 bo'lmadi? Yoki uylarda chiroyli qilib uborga qilsangiz, mana bu yerda bitta narsasi qolib ketibdi. Siz maqtov eshitmagansiz. Yetarlicha maqtov eshitmagansiz va natijada siz har doim o'zingizga yetarlicha emassiz. Hozir men sizga aynan o'zimni hayotimda qanday o'zgargan va o'quvchilarimning hayotida qanday qilib bu dasturlarni o'zgartirgan davomida qanday qilib hayotida qanaqa natijalar bergan. Aynan mana shu haqida gaplashamiz. Ana undan keyin bo'lsa siz bilan birgalikda darslikda davom etamiz. Birinchi o'rinda men o'zimni natijamni aytaman sizga. Men har doim yetarlicha emas. Men hozir 14 yildan beri sayohat qilib yuraman. Har xil davlatlarda yashayman. Birinchi yashagan davlatim Moskva, Rossiya, undan keyin Malayziya, Kuala Lumpur, undan keyin Ruminiya, Buxarest, ana undan keyin Britaniya,
Southampton. Va men har doim o'sha vaqtda nima deganman? Men hali o'zimni o'yimga ko'chib o'tay. O'zimni o'yim bo'lsin, ana unda chiroyli mebel olaman. O'zimni o'yim bo'lsin, ana unda chiroyli qilib boyagi prostipedalliklarni navviy bir qilib tutaman. Qachonki yangi o'zimni o'yim bo'lganda chiroyli qilib yashayman. Zo'r pasudalarim bo'ladi. Yo'q. Hech qachon u moment kelmaydi. Ishoning. Agarda siz hozir o'zingizni yashayotgan joyingizda mazza qilib yashamasangiz, hech qachon sizda bo'lmaydi. Men shunday yashaganimda menga pul kelmagan, естественно. Men hech qachon pullarga ochilmaganman va menda aynan uy ichkaridagi yotgan pasudamdan tortib cho'milayotgan sachog'imgacha men naslаждение olmaganman. Va ularni shunday o'zgartirganimdan nima kelgan hayotimda? Srazu qayta dasturlaganman, естественно, undan keyin hayotimga Buyuk Britaniyadagi ko'chib o'tishim va Buyuk Britaniyadagi villa. Birinchi villada просто absolutно men xohlagan villa bo'lgan. Hozirgi villa u villadan 2 barobar katta. Va bunaqa uyda Britaniyada eng boy insonlar yashab kelishadi. Va mana Buyuk Britaniyadagi boy insonlar qatori mazza qilib o'zim xohlagan uyda yashab kelyapman. Men hozir sizga ko'rsataman. Aynan mana bu uy полностью juda ham katta. Aynan mana shu uyda yashab kelaman. Ana undan keyin men yaxshi inson obrazida bo'lganman. To есть yaxshi inson dasturida bo'lganman. Yaxshi inson bo'lish juda ham yaxshi, lekin har doim siz yaxshi inson bo'lganingizda siz ko'p pullarga ochilmaysiz. Men boshida juda ham yaxshi inson bo'lganman. Men hammaga skidka qilib berganman, men arzon qilib berganman, men pul olishga uyalganman, men juda ham qutqaruvchi bo'lganman va ko'p pullarga ochila olmaganman. Men hozir juda ham yaxshi o'zimni summamni bilaman. Juda ham yaxshi men o'zimni shaxsiy chegaralarimga ega ayolman. Men narx qo'yishda ham qo'rqmayman. O'zimni xizmatimni ko'rsatayotgan vaqtim o'sha xizmatimga yarasha narx olaman va albatta shunga yarasha men nerealniy natija qilib beraman. Albatta o'quvchilarim $100,000 gacha chiqishgan. Haqiqatan ham $100,000 gacha chiqishgan o'quvchilarning natijalari. Undan tashqari men просто так yaxshi inson bo'lmayman. To есть men o'zimga shunchaki inson nafisa bo'lishga ruxsat beraman va o'zimni dasturlarimni ko'rganimda, qanaqadir dasturlarim xalaqit berganda, men shunchaki olaman, uni o'zgartiraman, meditatsiya bajaraman va hayotimdan o'sha dasturlar chiqib ketadi. Kerak bo'lsa keraksiz insonlar chiqib ketadi, keraksiz voqealar meni hayotimdan просто chiqib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Bilmayman qayerga ketadi. Ketadi. Aynan shu yo'llar orqali men o'zimni 3,000 dan ortiq o'quvchilarimni natijaga olib chiqdim. Maksimum natija $100,000 bo'lgan. Undan tashqari meni o'zimni Instagram, Telegram, YouTube'da 300,000 dan ortiq obunachilarim bor. Shu vaqtgacha 20 ta proyektni yaratib, 20 ta proyektni uspешный, omadli yakunlaganmiz. Va undan tashqari men o'zimni $150,000 uyimni yangi O'zbekistondan xarid qilganman va 2-3 yildan keyin uni narxi $300,000 ga oshadi. Juda ham zo'r investitsiya. Undan tashqari men psixolog, parapsixolog, ruhiy ustoz bo'lishga ulgurdim 5 yil davomida. Qizim hozir Abshurda haqroz. Undan tashqari men o'zimni 35 ta naqd 35 ta nerealniy meditatsiyalarimni yarata oldim va o'sha meditatsiyalar hozirgacha insonlarning hayotini juda ham kuchli transformatsiya qilib kelyapti va o'zgartirib kelmoqda. Bugungi aynan qahramonimiz faqatgina bitta qahramonni ajrataman, chunki darslik juda ham cho'zilib ketdi. Xondamir Bektoshev. Meni birinchi o'quvchilarimdan biri. Xondamir kelganida juda ham dasturlari ko'p edi va biza Xondamir bilan ishlash davomida kurslarimni o'qigan va meni komandamni prodyuseri bo'lgan va Xondamir hozir o'zini proyektini yaratdi. Mentorlik, prodyuserlik bo'yicha mentorlik proyektini yaratdi va hozir qanchadan qancha o'quvchilarga dars berishni boshlagan. Natijalari haqiqatan ham zo'r va Xondamir har doim o'ziga men yetarlicha emasman, men yetarlicha ustoz emasman, men yetarlicha prodyuser emasman, men yetarlicha emasman degan o'zini dasturi bo'lgan. Va Xondamir aynan o'sha dasturini shunchaki oldi va qayta dasturladi. Meditatsiya, har kuni meditatsiya qildi. Har kuni hayoti davomida har kuni meditatsiya qildi va juda qisqa vaqt ichida o'zini
eng zo'r versiyasini yaratdi. Xondamir $120,000 Yangi O'zbekistondan men bilan birgalikda, to есть men komandamdagi prodyuser men bilan birgalikda aynan Yangi O'zbekistondan $120,000 shaxsan o'zini uyini sotib oldi. Nechta davlatlarga sayohat qilib keldi. O'zini mashinasini sotib oldi va hozir o'zini aynan shaxsiy o'zini avtorskiy mentorlik kursini ham yaratgan va nechta o'quvchilarga dars berib, o'zini yanada boy versiyasini yaratib kelyapti. Men sizga juda ham ko'p o'quvchilarimni natijalarini aytib o'tirmayman. Haqiqatan ham darslik cho'zilib ketishini istamayman va endi men sizga taklifimni aytaman. Agarda sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, agarda siz hayotingizda o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, agarda siz qolgan yillaringizni ham shunchaki suvlarga to'kmoqchi bo'lmasangiz, agarda siz o'zingizda hayotingizda yangi versiyasini, millioner versiyasini, baxtli versiyasini, quvonchli versiyasini, chiroyli versiyasini yaratmoqchi bo'lsangiz, men sizga hozir qisqacha qilib o'zimni 8.balance 60 kunlik полностью tizim yaratgan tizimimni prezentatsiyasini qilib beraman. Undan keyin siz o'zingiz xulosa qilasiz. Siz men bilan dalshi aynan shaxsan o'zim bilan qo'limdan ushlab o'zingizni dasturingizni o'zgartirishga qaror qilasizmi yoki yo'qmi? Sizga men tepada 5 ta asosiy aynan avlodlar dasturi, aynan sizni pul oqimizni, pullaringizni bloklaydigan 5 ta asosiy dasturni aytdim. Va aynan 5 ta dasturdan aynan sizga qaysi biri sizning hayotingizda eng ko'p uchraydi? Men juda ham aminman, что har bitta insonning hayotida shu 5 ta dasturdan ikkitasi 100% ga 100% uchraydi. Hozir siz kommentariyda yozing, birinchi o'rinda sizning hayotingizda qaysi dasturlar uchraydi va siz qaysi dasturlarda yashaysiz. O'sha muammolarda, o'sha pulsiz kambag'al dasturingiz qaysi biri sizda bor? Hozir siz kommentariyda yozing. Va aynan mana shu dasturlardan chiqib turib, o'zingizni haqiqatan ham boy versiyangizda pullarga, полностью ko'p pullarga, o'zingizni moliyaviy daromadingizni haqiqatan ham moliyaviy erkinlikka, moliyaviy daromadingizni oshirishga olib chiqadigan aynan men o'zimni 60 kunlik 8.balance, ya'ni 60 kunlik dasturimni yaratganman. Agarda sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, hozir men sizga chiroyli qilib prezentatsiya qilib beraman, yoritib beraman. Ana undan keyin siz o'zingiz xulosa qilasiz. Bu kurs sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Agarda siz o'zingizda dasturlaringizni ko'rgan bo'lsangiz, agarda siz o'zingizda muammolaringizni ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib bo'lgan bo'lsangiz, unda men sizga aynan shu muammolaringizga yechim beradigan o'zimni 8.balance 60 kunlik kursimni taklif qilaman. Aynan mana shu 60 kunlik tizimni men полностью ishlab chiqqanman va bu tizim birinchi o'rinda meni hayotimni o'zgartirgan va o'quvchilarimning hayotini, 3000 dan ortiq o'quvchilarimning hayotini nerealniy darajada o'zgartirib kelmoqda. Eng zo'r case, eng topoviy rezultat bizda $100,000 bo'lgan. Albatta bu kurs sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bu narsani men sizga hozir chiroyli qilib ochib beraman, yoritib beraman. Aynan men o'zimning 60 kunlik tizimimni 8.balance kursimni yoritib beraman. Ana undan keyin siz xulosa chiqarasiz. Haqiqatan ham bu kurs sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Agar tayyor bo'lsangiz, men boshladim. Birinchi modul bu yerda pozitsiyalar, o'zini-o'zi qayta dasturlash. Aynan bu yerda siz o'zingiz полностью qayta dasturlaysiz. Albatta hozir o'rgangan hamma dasturlarimizda birma-bir 60 kun davomida o'rganamiz, ildizni aniqlaymiz va qayta dasturlab chiqamiz. Bu yerda eng zo'r yordam beradigan meditatsiyalardan biri, meni hayotimda eng zo'r yordam bergan meditatsiyalardan biri o'zini-o'zi qayta dasturlash meditatsiyasi. Aynan mana shu meditatsiyani men sizga birinchi modulda taqdim etaman. Ikkinchi modul bu to'g'ri maqsad yozish formulasi, maqsadni aniq qo'yish. Albatta siz bu yerda maqsadni aniq qo'yishdan oldin haqiqiy o'zingizning maqsadingiz nimaligini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda siz bilan birgalikda biz aniqlab olamiz va sizni necha yillardan beri hayotingiz davomida birovlarning orzusi, sizgacha bo'lgan avlodni orzularini, maqsadlarini amalga oshirib berayotgan hamma dasturlaringizni aniqlaysiz. Yo, shunisi menga qulayda, shunisi menga yaxshida, shunisi tinchroqda deyotgan hamma narsangizni aniqlab chiqasizda, uni qayta dasturlaysiz va aynan siz o'zingiz nima xohlashingizni va aniqlab chiqasiz. Va bu yerda sizga eng zo'r yordam beradigan meditatsiyalardan biri
pul meditatsiyasi. Pul meditatsiyasini bajarganingizda sizga birinchi o'rinda pul oqimi kelishda, ochilishda boshlaydi. Albatta pul meditatsiyasini o'zi ham sizda zo'r qayta dasturlab beradi. Keyingi modul boy inson pozitsiyalari, boy versiyamni yarataman. Bu yerda aynan siz o'zingizda qanaqa sizda aynan siz orzu qilgan boy versiyangiz o'zi aslida qanaqa ko'rinishda, siz qanaqa inson bo'lishni orzu qilasiz. Siz uchun boy inson qanaqa va u boy inson sizda xayollaringizda, sizning dasturlaringizdagi boy inson bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi? O'sha narsalarni hammasini aniqlaysiz va bu yerda ham meditatsiya, pul meditatsiyasi. Bu yerda pul meditatsiyasi sizda haqiqatdan ham o'zingizda boy versiyangizga chiqishingiz uchun birinchi o'rinda pullar bilan suhbat qilishingizga yordam beradi. Keyingi modul bu pul pozitsiyalari va pul sozlamalari. Bu yerda siz pulni полностью pozitsiyalarini aniqlaysiz, pul sozlamalari, dasturlarini aniqlaysiz. Qaysi dasturlar sizda katta summalarga chiqishingizga xalaqit berayotganini aniqlaysiz va bu yerda meditatsiya, afsonaviy pul meditatsiyasi bo'ladi va afsonaviy pul meditatsiyasida haqiqatan ham siz o'zingizning darajangizni aniqlaysiz va qaysi dasturlar sizga bor bo'lsa, ularni полностью yo'q qilishga yordam beradigan meditatsiya. Haqiqatan ham yordam beradi afsonaviy pul meditatsiyasi. Men har kuni, har tong o'zimni kunimni meditatsiya bilan boshlayman va birinchi o'rinda qiladigan meditatsiyam pul meditatsiyasi. Pul meditatsiyasi va yangi daraja meditatsiyasi. Keyingi modul bu ekonom qilmasdan boyish, baxtli va baxtsiz pullar. Bu yerda siz aynan o'zingizda boy bo'lish bu ekonom qilib, qisinib, siqilib yashashmi yoki boy bo'lish uchun birinchi o'rinda daromadni oshirish kerakmi? Ya'ni xarajatni kamaytirish kerakmi yoki daromadni oshirish kerakmi? O'sha narsaga e'tiboringizni qaratasiz. Agarda siz insonlarni ko'z oldida men odamlarga to'y qilishim kerak, men to'y berishim kerak, men mashina olishim kerak, odamlar uchun qilayotgan bo'lsangiz, biling, что siz kambag'al pozitsiyada yashaysiz. Boy insonlar hamma qilayotgan narsasini faqatgina o'zi uchun qilishadi. Va bu yerda meditatsiya mushukcha ayol meditatsiyasi. Bu yerda siz aslida mushukcha ayol bo'lishni o'rganasiz. Mushukchalar hech qachon ekonom qilmaydi. Mushukchalar yaxshi yeb, yaxshi ichishni yaxshi ko'rishadi va ularning xarakteri, ular aynan xohlagan hayotga yashashadi. Agarda egasi juda ham qo'pol, razil bo'ladigan bo'lsa, u mushukchalar bu uyda qolishmaydi. Ya'ni mushuklar har doim o'zini tanlashadi. Mushukcha ayol qachonki o'zini tanlasa, o'shandagina uni boshqalar tanlashni boshlaydi. Ayol o'zi aslida boya sizga aytdim, birinchi dastur aqlli, juda ham yaxshi ayol dasturi. Juda ham yaxshi ayol dasturi aynan jertvalarda bo'ladi. Jertvalar hech qachon qadrlanmagan va bundan keyin qadrlanmaydi. Mushukcha ayol bu немножечко сучка ayol, ya'ni u o'zini aytganini qiladigan va o'zini birinchi o'ringa qo'yadigan, o'zini sevadigan ayol hisoblanadi. Va bu yerda siz o'zingizda haqiqiy o'zingizda ayolligingiz bilan birlashasiz. Keyingi modul energiya qayerga ketadi? Qo'yib yuborish. Bu yerda meditatsiya, qo'yib yuborish meditatsiyasi. Aynan energiyangiz qayerga ketadi? Ularni aniqlab chiqasiz. Insonlarga, fobo, qo'rquvlarga, bo'lmay qolsachi, sachilarga va juda ham ko'p insonlarning hayotini nazorat qilishga, o'zingizni solishtirishga va juda ham ko'p shlanglar bor sizdan va har bitta shlangni aniqlaysiz va qo'yib yuborish meditatsiyasida o'sha hamma insonlardan, dasturlardan uzilasiz va buni albatta qayta dasturlab chiqasiz. Keyingi modul bu bepul maslahatlar qanday ishlaydi? Men kimga aylanyapman? O'zi aslida bepul maslahat beradigan insonlar kambag'al insonlar hisoblanadi. Aqlli, juda ham zo'r, dono, hammaga maslahat beradigan, hammaga o'rgatadigan insonlar aslida hayotda o'zlari hech narsaga erishmagan bo'lishadi. O'sha uchun birinchi o'rinda siz insonlarga maslahat berayotgan vaqtingiz aslida bu maslahatlar o'zingizga kerak bo'ladi. Ya'ni siz matritsada yashayapsiz degani. Bu yerda meditatsiya uyg'onish va matritsadan chiqish meditatsiyasi. Va bu yerdagi natija siz haqiqatdan ham o'zingizda ko'rasiz. O'zingizni oynada ko'rasiz. Insonlarga emas, aynan o'zingizga e'tiboringizni qaratasiz. Bu juda ham muhim. Va shundagina siz keyingi etapga o'ta olasiz. Va bu yerda 8-modul RMM sistemasi va g'oyalarni materiyaga aylantirish. Meditatsiya yangi daraja meditatsiyasi.
Bu yerda sizning natijangiz qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda sizga har kuni beradigan g'oyalarni materiyaga, haqiqatga aylantirib, o'zingizda moliyaviy erkin hayotingizni, o'zingizda brendingiz bormi, qanaqadir ishlaringiz bormi, g'oyalaringiz, maqsadlaringiz hammasini realizatsiya qilasiz. Va bu yerda yangi daraja meditatsiyasi sizga juda ham kuchli yordam beradi. Keyingi modul bu dekompozitsiya produksiyasi. Pul aniqlikda sevadi. Va bu yerda meditatsiya oliy maqsad meditatsiyasi. Bu yerdagi sizning natijangiz aslida biznes reja tuzasiz. Va bosqichma-bosqich rejachalar tuzib chiqasiz. Va aynan bu yerda siz o'zingizda oliy maqsadingizni ko'ra olasiz. Birgalikda hammamiz, siz bilan birgalikda men, polностью birgalikda o'zimizda biznes rejamizda tuzib chiqamiz. Siz reja tuzasiz, men uni tekshirib beraman. Agarda noto'g'ri bo'layotgan bo'lsa, men sizga to'g'risini ko'rsatib beraman. Va undan keyin siz o'zingizda oliy maqsadingizni aniqlaysiz. Va undan keyin sizda hech kim to'xtatib bo'libdi. Hech kim sizni to'xtata olmaydi. Hech kim sizni o'zingizda maqsadingizga olib boradigan yo'lingizdan absolyutni hech kim to'xtata olmaydi. Ishonavering. Va o'shandagina siz eng katta qadamni tashlashni o'rganasiz. O'shandagina siz tayyor bo'lasiz. Bu уже 9-modulda. Undan keyingi modul eng muhim konsepsiyalardan biri, eng muhim mavzulardan biri bu tana bilan suhbat. Oyna praktikasi va matka praktikasi. Bu yerda meditatsiya, tanaga muhabbat meditatsiyasi. Har doim biling, agarda siz tana bilan connect o'rnatmasangiz, aloqalarni yaxshi o'rnatmasangiz, sizda hech qachon o'sish bo'lmaydi. Chunki sizda hamma g'oyalaringizda realizatsiya qilib beradigan, sizda energiyalaringizda kerakli joylarga yetkazib beradigan bu sizning tanangiz. Tana bilan agar aloqangiz yaxshi bo'lmasa, siz hech qachon o'zingizda baxtli, boy, xursand, sog'lom, chiroyli versiyangizni yarata olmaysiz. Aynan mana shu yerda siz buni yaratishni o'rganasiz va yaratasiz. Keyingi modul bu 11-modul. O'zini o'zi namoyon qilish, ichki erkinlik va tashqi natija. Bu yerdagi meditatsiya nazoratni qo'yib yuborish meditatsiyasi. Va bu yerda siz nazoratni qo'yib yuborish orqali ichki erkinligingizni ochib, tashqi natijaga erishasiz. Va albatta, undan keyin siz o'zingizni namoyon qilishni o'rganasiz. O'zingizni qancha ko'p namoyon qilsangiz, shuncha ko'p boy bo'lasiz. Keyingi modul bu mahsulotni qiymatini his qilish, daromadni qanday oshirsam bo'ladi. Yuqoridagi dasturlardan biri o'zingizda qiymatingizni bilmaysiz, o'sha uchun ham siz o'zingizda aynan sizni rozi qiladigan narxni qo'ya olmaysiz. Siz qo'rqasiz. Chunki siz o'zingizda qiymatingizni bilmaysiz. Va aynan mana shu yerda siz bilan birgalikda biza o'zingizda biznesingizda, xoh bo'ling dizayner, xoh bo'ling parixmaxir, xoh bo'ling siz stilist, xoh bo'ling siz arxitektor, xoh bo'ling siz doktor, xoh bo'ling siz psixolog, umuman farqi yo'q. Xoh siz brilliant soting, xoh siz bijuteriya soting. Aynan mana shu yerda siz aslida siz o'zingizda qiymatingizni odamlarga beradigan qancha foydangizni aniqlab bo'lganingizdan keyingina siz o'zingizda narxingizni oshirishdan qo'rqmaysiz. Va bu yerda sizga eng zo'r yordam beradigan meditatsiyalardan biri imkoniyatlarni oshirish meditatsiyasi va qo'rquvga qarshi gipnoz meditatsiyasi. Haqiqatan ham sizga juda ham kuchli yordam beradi. Keyingi modul bu eng oxirgi modul. Nimaga e'tibor qarasam, o'sha narsa ko'payadi. Energiya va vaqtni to'g'ri ishlatish. Bu yerdagi meditatsiya ota-onadan separatsiya meditatsiyasi va qalb bolajoni meditatsiyasi. Va aynan mana shu narsa sizda ota-onadan separatsiya bo'lib, o'zingizning qalb bolajoningiz bilan birlashib, ulg'ayib, o'zingizning kattalar pozitsiyasiga chiqishingizga yordam beradi va katta hayotga hech qanaqa qo'rquvlarsiz mustaqil qadam bosishni boshlaysiz va o'zingizda birinchi natijalaringizni o'zi ko'rishni boshlaysiz. Aynan haqiqatdan ham bu har bir modul meni hayotimda juda katta natija bergan va men haqiqatdan ham shu modullar, shu 60 kunlik tizim orqali men hayotimni 180 gradusga o'zgartira olganman. Kambag'al Nafisadan, baxtsiz, omadsiz, semiz, xunuk Nafisadan o'zini sevadigan, o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini xarakterlarini o'zini borligicha qabul qiladigan, juda ham udobni emas. То есть жертва Nafisadan haqiqatdan ham kattalar pozitsiyasiga o'tgan Nafisaga, o'zini moliyaviy erkinligini yaratgan Nafisaga, o'zini baxtli versiyasini yaratgan Nafisaga, o'zini qalb kasbini yaratgan Nafisaga aylanganman. Va siz ham bu narsani qila olasiz. Bu narsaga men 100% ishonaman. Albatta 8 sochka balans 60 kunlik dastur kursim
pullik, haqiqatan ham pullik. Lekin siz просто tak pulus bo'lib turib, "Ha, men o'qimoqchiman, pul to'lamoqchiman" deb o'qiy olmaysiz. Aynan mana shu uchun ham siz birinchi o'rinda men sizga pastda havola qoldiraman. Siz havolani polностью to'ldirib ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ana undan keyin siz ro'yxatdan o'tganingizdan keyin biza menejerim bilan birgalikda polностью filtrlanasiz. Har bitta filtrdan o'tgan o'quvchilarga aloqaga chiqiladi. Siz bilan suhbat qilinadi. Agarda siz o'sha suhbatdan ham o'tsangizdagina siz 8 balans kursiga pul to'lov qilib o'qiy olishingiz mumkin bo'ladi. Так что pastga havola qoldirganman. Havolani polностью ro'yxat to'ldirib ro'yxatdan o'ting. Ana undan keyin sizga aloqaga chiqishimizni sabrlik bilan kuting. Tabiiyki sizda shunaqa savol paydo bo'lishi mumkin. Men hozir darsdagi hamma narsalarni o'zim qilsamchi. Agarda meni o'zim ham qachonlardir sizga o'xshab turib fikrlaganimda, men hozirgi hayotimga kelmagan bo'lardim, ishonavering. Aynan sizda hozir men sizga o'rgatgan dasturlarimni qayta dasturlashga harakat qilishingiz mumkin, lekin siz xohlagan natijani haqiqatan ham siz kelganingizdan keyin, o'qiganingizdan keyin sizga aslida ekspert, shaxsan o'zim birma-bir bosh bo'lib sizga haqiqatan ham qayerda to'g'ri, qayerda noto'g'ri ketayotganingizni ko'rsatib beraman. Ana undan keyin sizga qo'lingizda kuratorga tutqazaman. Kurator sizni, oliy ma'lumotli kurator sizni har biringizni birma-bir darsligingizni birma-bir tekshiradi va qaysi joyda siz noto'g'ri dasturlayotganingizda, qaysi vazifani noto'g'ri bajarayotganingizda tochka verguligacha sizga sanab beradi va siz ularni to'g'rilaysiz. Ana undan keyingina sizni hayotingiz o'zgaradi. Ishonavering, mana yarim soat bo'limi, bilmayman 1 soat bo'limi bunaqa vaqt davomidagi darslikni shunchaki ko'rib turib, shunchaki siz hayotingizni o'zgartiradi. Tak. Ishonavering, siz shunchaki hozir yarim soat bo'limi, 1 soat bo'limi darslik bilmayman. Aynan mana shu darslikni ko'rib turib, shunchaki sizni dasturlaringiz o'zgarib qolmaydi. Dasturni o'zgartirishingiz uchun haqiqatan ham o'zini ishini ustasiga, ekspertda o'qib turib, hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Va aynan bu narsaga birinchi o'rinda men o'zimni hayotimni va 3000 dan ortiq o'quvchilarimni hayotini natijasini ko'rsatib, namuna qilib bera olaman. Так что pastdagi havolani to'ldirib chiqing va ro'yxatdan o'ting va bizani sizga aloqaga chiqishimizni intizorlik bilan kuting va bugungi aynan darslikda qatnashganingiz uchun вообще-то men sizga juda minnatdorman. O'zingizga imkoniyat berganingizdan. Albatta, men sizni anketada sizni ism familiyangizni intizorlik bilan kutaman, chunki qancha ko'p insonlar menda o'qisa, shuncha men ko'proq insonlarning hayotini o'zgartira olaman. Shuncha ko'p men o'zimni missiyamni bajara olaman. Shuncha ko'p men yanada baxtliroq bo'laman. Chunki men Allohga bergan so'zim bor. Insonlarda, ayollarda o'zi aslida menda o'g'il o'quvchilar ham bor. Men ataylab bugungi natijamda Xondamirning natijasini aytdim. Lekin menda juda ham ko'p ayollar o'qigan. 3000 dan ziyod ayollar o'zini nereal natijalarni qilishgan va meni maqsadim bunaqa ayollarni millionga olib chiqish. Так что o'sha milliondan bittasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta men sizni pastdagi havolada ism familiyangizni kutaman. Keyingi darslikgacha ko'rishguncha men sizni yaxshi ko'raman. Hammalaringizga замечательный kun tilab qolaman. Пока-пока.